Xo'p, demak, birinchi sinovimizda 31 masalasiga kelib qolgandik. Demak, kelgan joydan davom etamiz. 31-masala. Oltinni zar suv bilan reaksiyasidan, demak, 48 litr gaz ajralgan bo'lsa, sarflangan kislotalarning mol farqini toping. Xo'p, oltin plus zar suvda bitta nitratga 3 molekula H bo'ladi. Xo'p, natijada chiqyapti oltin uchuqlarit. Demak, NO va 2 molekula suv chiqyapti. Endi mana shu bo'yicha chiqqan gaz bu NO, hajmi 48, bu yoqdan 22 qo'yamiz. Sarflangan kislotalarning mol farqini toping deyapti. Mana bu 1 mol bo'lgan bo'lsa, bunisi 3 mol. Ikkalasini pastdagi mol farqi 2. Endi tepasini x qilamiz. Mol farqi 2 bo'lganda 22 bo'lsa, 48 litrga qancha desak, demak 0,4 chiqadi bu yerda. Mol farqi 0,4 ekan. Xohlasanglar aloqa topib ayarsanglar ham bari 0,4 chiqadi. Xo'p. 32-savol. Ruhni deyapti, juda suyultirilgan nitrat bilan ta'sirlashishdan necha xil tus hosil bo'ladi deyapti. O'zi ruhni suyultirilgan bilan demak azot 2 oksid hosil bo'lishi kerak. Endi juda suyultirilgan vaqtda o'sha ya'ni azot +5 dan, mana bu yerda nitrat +5 dan +2 ga tushganda suyultirilganda, juda suyultirilsa yana ham tushib, demak -3 gacha boradi, ya'ni ammiakgacha boradi. Chiqayotgan ammiak ishqoriy muhitni beradi. Mana bu yerdagi kislota hali ham kislotali muhitni saqlab turibdi, ortib qolgan qismi. Nitrat bilan ammiak birikib, ammoniy nitratni ham hosil qilib qo'yadi. Mana shu joyi muhim. Demak, bizda birinchi o'rinda ruh nitrat chiqishi aniq. 3 keyin mana shu chiqqan ammiak bilan nitrat kislotani mana bu yerdagi eritmadagi nitrat kislota ta'sirlashib, ammoniy nitrat hosil qiladi. Keyin suv hosil qiladi. Tenglashtirsak bu yerga 4, mana bu yerga ham 4 qo'yamiz. Mana bu yerga 10 qo'yamiz. Mana bu yerga 3 qo'yamiz. Reaksiya teng. Necha xil tuz desa 2 xil. Ruh nitrat bilan ammoniy nitrat. Demak, bu B variantga mos kelyapti. Keyingisi 33-savol. Massasi 1,5 mol esa massasi teng bo'lgan osh tuzi necha mol bo'ladi deyapti. Birinchi massa teng deb topamiz. Demak, 1,5 ni ko'paytiramiz 44 ga. 66 chiqadi. Endi molga aylantirish uchun 66 ni natriy xlor, ya'ni osh tuzining massasi 58,5 ga bo'lib yuboramiz. 66 ni 58,5 ga bo'lamiz. Natija 1,128 chiqyapti. 1,128. Demak, bu C javob to'g'ri kelyapti. Xo'p, keyingisi 34. Trombul ko'kadagi markaziy atomlik valentligi va oksidlanish darajasi qanday bo'ladi? Xo'p, formulasini yozamiz. Temir 3. Demak, temir Sndan 6 tadan mana bu yoqda 2 ta bo'lyapti. Xo'p, bu yerda mana markaziy atom mana shu temir haqida gap boryapti. Birinchi o'rinda uni valentligi mana shu turbucha qavs ichidagi ion deysizmi, molekulami, mana shularning soniga teng bo'ladi. Mana temirda atrofida mana 6 ta sian guruh turibdi. O'shaning uchun buni valentligi 6 bo'ladi. 6 bo'ladi. Endi oksidlanish darajasi +3 bo'ladi. +3. Buni qayerdan bildik? Mana bu sian guruh -1 bo'lsa, hisoblaylar, qaranglar. -1 da 6 tasi -6 bo'ladi. Temirda +3 desak, hisoblasak -3 bo'lyapti. Mana shuni yig'im desa.
Bunda 2 ta deyapti. -3 dan demak 2 ta bo'lsa, -3 dan 2 ta bo'lsa, 2 ko'paytiradigan bo'lsak, -6 bo'lyapti. Mana shu to'rtburchakning ichi. Demak, mana bu +6 bo'lishi kerak umumiy esa. 3 tasi +6 bo'lsa, demak +2 ga to'g'ri kelyapti. Ya'ni boshqacha variant yo'q-da. +2 qilsak, misol uchun to'g'ri kelmaydi. Ya'ni qanaqa? Misol uchun mana shuni boshqatdan yozaylik. Nima uchun uchligini ham bilinglar demoqchiman. Mana misol uchun +2 bo'lishi mumkin, o'zi +3 bo'lishi mumkin. Birikmalarda boshqachasi yo'q. +2 qilsak, mana bu -6 bo'ladi 6 tasi. Qo'shsak -4 bo'lyapti. 2 tasi -8 bo'ladi. Demak, mana bu +8 ekan umumiy yig'inda bo'lish uchun. Bu +8 bo'la olmaydi, chunki bu 3 tasiniki bo'lishi uchun 3 ga bo'linishi kerak. O'shaning uchun buni +3 olamiz. Xo'p, valentligi 6, oksidlanish darajasi +3. Bu ajoyib to'g'ri kelyapti. Mana qaranglar. Qolgani mos kelmaydi. Va oxirgisi 35-masala. Demak, bizga alyuminiy berilyapti, keyin xlor berilyapti. Bu yerda alyuminiy, xlor 3 hosil bo'lyapti. Mana bu yerga 2 qo'yamiz, bu yerga ham 2, mana bu yerga 3 qo'yamiz. Demak, alyuminiy 13.5, mana bu yoq 54. Xlor 13.44, 3 tasi 67.2 bo'lyapti. Necha mol alyuminiy 3 xlorid hosil bo'ladi deb, mana bu yerga 2 qo'yamiz, bu yerga 2 qo'yamiz. Faqat endi qaysi bo'yicha olishimizni aniqlab olishimiz kerak. Balki ortgan bo'lishi ham mumkin. 13.5 ni ilk to'rtga bo'lamiz. 0.5 chiqyapti. Hop, 13.44 ni 67.2 ga bo'lamiz, 0.2 chiqyapti. Demak, ko'rinib turibdi, alyuminiy ortgan. Demak, bu yerda xlor bo'yicha hisoblaymiz. Ya'ni 13.44 ni ko'paytirib o'ramiz 2 ga. Bo'lamiz 67.2 ga. Bu yerda 0 turmol chiqyapti. 0 mol. Demak, bu A variantga mos kelyapti. Toshkani bitta o'chirib qolganini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, davom ettiramiz. 36-masala. Xo'p, eritmaga 30 gram suv qo'shilganda uning konsentratsiyasi 4 marta kamaysa, dastlabki eritma massasini toping debdi. Qaranglar, bu yerda eritmaning massasini x deb olsam, hosil bo'lgan, ya'ni 30 gram qo'shilganda hosil bo'lgan eritmamiz x plus 30 bo'ladi. Endi qaranglar, eritmaning konsentratsiyasi 4 marta kamayishi uchun eritmaning massasi 4 marta ortishi kerak. Endi bir suv qo'shilyapti. Demak, hosil bo'lgan x plus 30 gram eritmani dastlabki x gram eritmay bo'lsam 4 chiqishi kerak. Mana shunday qilsak bo'ladi. Endi bu yerda hisob-kitob qilsak, x plus 30 teng bo'ladi 4x ga. 4x dan x tersam 3x, bu yoq 30, x topadigan bo'lsak 10 chiqyapti. Demak, dastlabki eritma massasi 10 gram bo'lgan ekan, chunki biz uni x deb olgandik. X qiymati 10 chiqdi. Bu variant. Keyingi savol 37. Mana shuni o'zida ko'ramiz. Qaranglar, bizga yadroni beryapti. E'tibor beringlar, mana yadrodagi mana bu ikkita ko'k shar, o'z yadroning markazida proton bilan neytronlar bo'ladi. Mana ikkita ko'k shar bu proton. Demak, proton 2 ga teng ekan. Keyin mana bu ikkita qizil shar neytron. Demak, neytron 2 ga teng. Keyin mana bu yerda ikkita yashil shar berilgan. Bu yadro atrofida harakat qilyapti. Bular elektron. Elektron ham ikkita ekan. Endi bu yerda qaranglar. Asosiy bu yerda qaysi elementligini bilishda bitta yo'li protonga qaraymiz. Ya'ni proton hech qachon o'zgarmaydi. Proton 2 mi? Demak, geliyligi aniq. 2. Endi bu geliy degan bilan davra jadvalidagi o'sha massasi 4 bo'lgan geliy bo'lishi mumkin. Boshqasi bo'lishi mumkin. Uni qayerdan bilamiz? Uni massasidan bilamiz. Ya'ni neytron bilan mana bu protonni qo'shadigan bo'lsam, atom massasini beradi. Demak, 4 ekan. Mana bu 4ligicha turadi.
Endi yana bitta muhim joyi elektron soniga ham qarash kerak. Agar proton bilan elektron teng bo'lsa, demak bu yerda atom haqida gap boryapti. Agar teng bo'lmasa, bu yerda ion haqida gap borayotgan bo'lishi ham mumkin. Endi bu yerda geli element to'g'risida gap borganda u ion haqida gap bo'lishi mumkin emas, chunki u ion holatda bo'lmaydi. Init bo'lgani uchun, lekin misol uchun olaylik, natriy bo'lishi mumkin yoki kaliy bo'lishi mumkin. Bularda ion holatda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun elektronlarni ham solishtirib ko'rasizlar proton bilan. Lekin asosiy qaysi elementligini aniqlashda yo'li birinchi o'rinda demak protonni ko'rasizlar. Keyin neutron bilan protonni qo'shganlardan massa kelib chiqadi. U massa demak uni izotopi ham bo'lishi mumkin yoki davra jadvaldagi aniq massasi ham bo'lishi mumkin. Keyin elektronga qaraysizlar. Elektron bilan proton tengmi? Demak, bu yerda atom haqida gap boryapti. Teng bo'lmasa, ion haqida gap borayotgan bo'ladi. Mana shularni e'tiborga olib, demak, javob tilaysiz. Bu yerda geli ekan oddiy savol bejavob bo'ldi. Endi 38-savol. 38. 35,1 gram kalsiy dihidrofosfat deyapti. H2PO4. Mana bitta vodorodni yo'qotgan uchun bu 1 valentli, bu ikkita OH-ni yo'qotgan uchun 2 valentli. Almashtirsak mana bu yerga 2 tushyapti. Endi mana shu qanaqadir o'g'it deylik. Kalsiy dihidrofosfat. Bizda ozuqa elementlari fosfor, azot va kaliyda va modda tarkibida misol uchun kaliy bo'ladigan bo'lsa, kaliy oksidi ko'rinishda, fosfor bo'ladigan bo'lsa, fosfor 5 oksidi ko'rinishida, xo'p, azot bo'lsa, azot 5 oksidi ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa qilib ajratib olasizlar. Bu yerda fosforlar teng bo'lsa bo'ldi mana. Rostdan ham bu yerda teng. Endi mana bu yerda 35,1 deb massasini qo'yasizlar. Pastiga kalsiy dihidrofosfatning massasi 234, pKb massasi 142, ustini x qilasizlar. 35,1 ni 142 ko'paytirib 234 ga bo'ladigan bo'lsak, 21,3 chiqyapti. 21,3 bu A javob. Keyin yana bitta muhim joyi bor mana shu yerda. Bitta demak elementda olaylik ikkita ozuqa element bo'lishi mumkin. Misol uchun mana kaliy nitratni olaylik. Burada mana kaliy ham bor, azot ham bor. Yoki kaliy fosfat. Xullas bunaqa, ya'ni ozuqa element ikkitadan ko'p bo'lsa, murakkab o'g'it bo'ladi. Bularda ozuqa elementini so'rasa nima qilamiz desa, har birini alohida topib qo'shasizlar. Mana kaliy oksidni alohida hisoblaysizlar. Azot 5 oksidni alohida mana massalarini hisoblab, umumiy ozuqa element mana shiklasini yig'indisi bo'ladi. Shunaqa savollar ham ba'zida uchraydi. Xo'p. Bu tugadi. Demak 39 ga keldik. Bizga demak natriy ishqor eritmasiga 11,2 litr isoik shimdirilganda 58,6 gram o'rta va nordon tuzlar aralashmasi hosil bo'lsa, nordon tuzni massasini aniqlaydi. Xo'p, o'zi aslida natriy ishqorimizga isoik ta'sir ettirsak, natriy gidrosulfid hosil bo'ladi birinchi bosqichga. Keyin mana bu ishqor ko'p olinganligi tufayli, endi mana bu nordon tuz, ya'ni tarkibida har ikkita ta'limot saqlanib turibdi mana bu gidroz bor uchun. Mana bu ishqor ham xuddi ikkala bitta eritmada birda turolmay yana kirishib ketadi, ya'ni natriy gidrosulfidni ortgan ishqor neytrallaydi qanchadir qismini. Bu yerda mana ikkinchi bosqichda natriy sulfid hosil bo'ladi. Endi mana bu isoikni birdan molini olib ketaman qulayroq. 11,2 litr degani 0,5 mol degani. Demak, mana ustiga 0,5 mol bo'yicha hisoblaydigan bo'lsam, demak natriy gidrosulfiddan 0,5 mol olingan miqdori. Endi shundan x moli neytrallangan. 0,5 hammasi emas. Chunki bizda 0,5 hammasi bo'lsa, mana bu yerda 58,6 gramda faqat o'rta tuz bo'lishi kerak. Lekin bu yerda mana qarang, isoik shimdirilganda 58,6 gram o'rta va nordon tuzlar aralashmasi hosil bo'ldi. Demak, mana 0,5 dan qanchadir ortgan. Biz shundan x kirishgan desak, demak natriy sulfid ham x hosil bo'lgan. Endi mana bu yerdan tenglamasini yozamiz. Bizda hosil bo'lgan aralashmada demak 0,5 dan x ketdimi? Demak 0,5 minus x bo'ladi. Natriy gidrosulfidda ortib qolgan moli.
Buni natriy gidrosulfid molar massasi ko'paytiramiz. Demak, bu 104 bo'ladi. Plus hosil bo'lgan natriy sulfid. Natriy sulfidning molar massasi 126. Demak, x moli 126x bo'ladi. Mana shu ikkalasini qo'shsak 58 ni berish kerak. Xo'p, endi 0,5 ni 1 ko'paytirsak 52 minus 104x bo'ladi, plus 126x teng 58 126 dan 104 ayiradigan bo'lsak 22x bo'ladi. Bu yoq 58 dan 52 ni ayiradigan bo'lsak 6,6 bo'ladi. X hisoblaydigan bo'lsak 0,3 chiqdi. 6,6 22 bo'lganimizda. Endi bizga Nordon tuzning massasini hisoblayapti. Nordon tuzda mana 0,3 kirishib ketdi. Demak, o'z-o'zidan mana bu yerga 0,2 ortib qoldi. Endi massani hisoblash uchun mana shu 0,2 ni 104 ga ko'paytiraveramiz. Bu yerda 20,8 chiqyapti. 20,8 gram demak Nordon tuz hosil bo'lgan. Bu C javobi to'g'ri kelyapti. Va oxirgi 40-savol nazariy savol. Suvli muhitda gelsimon holda cho'kma hosil qiluvchi kislotani toping. Bu silikat kislotasi hisoblanadi. Bu ham nazariy savol. Buni ham esda saqlaysizlar. Tushgan savol. Shu bilan bitta sinovni yakunlaymiz. Kimda qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa guruhga yozsangiz